Darvishona deganimiz bu ilgari mana shu zohidlar yoki mana diniy nimalardan tarkidini qilgan odamlar ham bo'lgan. Ana shunday qishdan ko'plari bechoralar azraqna charchab chiqqan. Ilgi zildi vaqtlarda mana vitaminlar kerak. Onalarimiz birikib sumalak qilgan, turli xil ugra oshlar qilgan. Albatta bular atala qilsa bir-biriga nima qilingan, uzatishgan, ilingan. Qizlar bezanib nozlana mana bu darvishimiz eski ota bobolarimizdan kelib chiqqan urf-odatlarimiz, bu elimizning bir sadaqasi. Hammamizni shu kunlarga yetkazib, yaxshi niyatlarda, shunday darvishlarda hamisha o'tirishni nasib aylasin. Qaynar sumalak varlagicha to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Qaynar sumalak varlagicha to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir.